Abdug'an aka, nima uchun Laban Karaku kompaniyasining mahsulotlarini yaxshi ko'rasiz? Hozir o'zi uchun nima olyapsiz? Nima uchun? Pentakal bu yurak faoliyatini yaxshi qilish uchun. Kalsiy bu mushaklarni, suyaklarni tiklash uchun. Qomatni yaxshi qilish uchun, yurish turishni yaxshi qilish uchun. Sog'lom bo'lish uchun deb. Sog'lom bo'lish. Sir bo'lmasa ayting. 66 yoshda. 60-yilmanda. 66 yosh. Bu degani tashli 70 ga yaqinlashgan. Hech ham o'xshamaysiz sizga. Men 12 yildan beri mana shu mahsulotni ichaman. Sog'ligingiz uchun. Sog'lik Ham uchun. yosh, energishmisiz va charchamaysiz. Va Hammaga maslahat berardingiz? qaysi bir erkak kishi bo'lsa men maslahat beraman. Ayniqsa 40 dan oshgan, 50 dan oshgan erkaklarga. Juda foydali, yaxshi narsa. Boshqa vazn ham yo'q. Oshiqcha vazn umuman yo'q, entikish yo'q. Ko'zoynak umuman hayolimda yo'q. Ko'z ko'rish ham yaxshi bo'lib ketdi.